Mana bunaqa benzin ko'rganmisizlar? Qo'limga mana shunaqa benzin kelib qoldi, mutniy. Tagidagi samaralarni ko'ringlar. Xo'p, mana shunaqa benzin hozir ko'payib ketgan. Bu 80 benzin. Mashinalarni shaqillatib yuborishi, mashinalar zavod bo'lmay qolishi mana shunaqa benzindan bo'lyapti. Hozir Shahboz akamni oldilariga olib kiramiz. Qani benzinni nima qilib bera olarkanlar? To'g'rilab bera olarmikanlar yo'q, ko'ramiz. Shahboz aka, assalomu alaykum. Men benzinni ko'ring bitta. 80 benzin. Tagidagi simanalarni ko'ryapsizmi? Mashinalar zavod bo'lmay o'chib qolgan ekan. Zavod bo'lishi qiyin bo'lib, sharillab ketayotgan ekan. Yo'li bormi buni? Mana bu. Bu birinchi holat emas, bunaqadan nechtasini qildik? Chayqatsang qaytib tushyaptimi? Chayqatsa ham qaytib. Qayerda ko'rsating chayqatib ham? Chayqatib ko'rgandir bu. Yo'ldan kelib chayqalib. Lekin rosa mutniy. Juda ham mutniy benzin. Tushunyapti-yu. Ha, bo'ldi. Qo'y, qarang. Mana yig'ilyapti. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Mana bu bunda ovoz. Bilasiz, yillardan beri bunaqa benzinlarni ko'rsatib hozir. Bismillah. Tak qo'yamiz. Joyida tiniqlashadi. Mana Qo'shiladi tiniqlash. shunaqa. Bu yengil emas, uni hamma ishlatib yurgani qilib bilishadi-yu haydovchilar. Mana olib akamizga yengillik bo'libdi-da. Endi shu gaz tormoz qilib yurganda, mana simalar yo'q bo'ladi, qaytib tushmaydi. Tiniqligini Tiniq bo'lib qoldi o'sha. Gap yo'q. Odamcha yana tiniqlashadi bu. Ko'chada yurganingizda ko'rmaysiz-ku, bunaqa videolar qilganim. Mana chaqatib bordik. Qani mutniy bo'lyaptimi? Yo'q. O'sha tiniq, bo'ldi, simalar qaytib tushmaydi. Mana oling, pechatlab, anaqangizga qo'yib qo'ying. Ana narsani ayting-da shu odamga. Nitro 936. Shuni qo'yib yursin, muammo bo'lmaydi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nitro 936. Hozirgi paytda nomer ading.